Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz iqtisodiy ishlarni sudga taalluqliligi va sudlovga tegishlilik. Men Otaxonov Foziljon Haydarovich, O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi iqtisodiy huquqiy fanlar kafedrasi professori, yuridik fanlari doktori. Bugungi mavzuni ikkita ga ajratib tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchisi iqtisodiy ishlarni sudga taalluqliligi hamda ikkinchisi iqtisodiy ishlarni sudlovga tegishliligi. Bu jarayonda albatta huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy protsessual kodeksi hamda boshqa qonunlar asos bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy sudga taalluqlilik deganda nimani tushunishimiz kerak? Taalluqlilik masalasi bu bevosita iqtisodiy sudda ko'rilishi lozim bo'lgan nizolarni anglatgan holda boshqa sudlarga, masalan, ma'muriy sudga yoki bo'lmasa fuqarolik ishlari bo'yicha sudga, jinoyat sudlarida bu ishlar ko'rilmaydi. Yoki bo'lmasam boshqa organlar, davlat organlarida ham quyida ushbu nizolar ko'rib chiqilmaydi, lekin sudgacha bo'lgan davrda ular ko'rib hal qilishi mumkin. Bu ham qonunda bevosita belgilab qo'yilgan. Agar sudgacha hal qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'ladigan bo'lsa, avvalo davlat organlarida va boshqa organlarda bu nizolar shu sudgacha hal qilinadi. Undan keyin sudga murojaat qilishi mumkin. Endi sudga murojaat qilish huquqi bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasini 2-qismida murojaat qilinishi hamda ularni sudlar tomonidan ko'rib chiqish kafolatlanishi esa 3-qismida bevosita ko'rsatilgan. Iqtisodiy protsessual kodeksimizda bu 3-moddasida belgilanganligini, 4-moddada masalan iqtisodiy ish nima ekanligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi iqtisodiy sudga taalluqli bo'lgan ishlar deganda birinchi navbatda iqtisodiy protsessual kodeksda ko'rsatilgan quyidagi nizolarga e'tibor qaratish kerak. Birinchisi, iqtisodiyot sohasida yuridik shaxslar hamda yakka yuridik shaxs tashkil qilmagan holda yakka tartibda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan shaxslar o'rtasida hamda korporativ nizolarni, bu alohida toifadagi nizolarni turiga kiradi. Korporativ nizolarni yoki bo'lmasa to'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi nizolarni ko'radigan ishlarni e'tiborga olamiz. Yana bir tomoni, ikkinchisi iqtisodiyot sohasida yuridik shaxslarga tadbirkorlarning huquqlarini yuzaga keltirish, o'zgartirish va bekor qilishga uchun ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash to'g'risidagi ishlar. Yuqorida yana 3-si to'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi ishlarni, keyin hakamlik muhokamasi bilan bog'liq bo'lgan ishlar, arbitraj muhokamasi bilan bog'liq bo'lgan ishlar, korporativ nizolar bo'yicha ishlar, bundan mehnatga oid nizolar bundan tashqari bo'ladi. Undan keyin investitsiyaviy nizolar bo'yicha ishlar, raqobatga oid ishlar, chet davlat sudlari va arbitrajlarni qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to'g'risidagi ishlarni bu iqtisodiy sudlarga taalluqli ishlar toifasiga kiritishimiz mumkin. Endi oldingi davrdagi shu iqtisodiy sudga taalluqli bo'lgan ishlarni toifasidan ko'ra hozirgi paytdagi amaldagi kodeksimizda iqtisodiy sudga taalluqli bo'lgan ishlarning soni hamda uni tarkibi o'zgargan hamda kengayganligini e'tirof etish mumkin. Ilgari agar mana shu iqtisodiy nizolarda bitta men misol keltirmoqchiman. Bank krediti shartnomasida masalan ikkita bank bilan yuridik shaxs uni kredit olgan bo'lsa, lekin unda masalan deylik jismoniy shaxsning mulki garovga qo'yilgan holat bo'ladigan bo'lsa ham bu fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga taalluqli bo'lardi. Hozirgi paytda ham mana shu fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'riladi. Lekin mana shundan tashqari bizda korporativ nizolar bo'yicha agar aksiyadorlardan bittasi jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa ham, u holatda ham bizning iqtisodiy sudlar bevosita ko'rishi mumkin. Ko'rish o'shani farqini men aytish uchun bank kreditini keltirdim. Mana shu holatda biz taalluqlilik masalasida juda masalan ichiga kirgan holda o'rganishimiz kerakligini ko'rishimiz mumkin. Yana hozirgi paytda 5 ta toifadagi ishlar bo'yicha bevosita jismoniy shaxs qatnashsa ham bu iqtisodiy sudlarda ko'riladi. Bu qanday ishlar? Mana yuqorida
man aytdim bitta misolni, korporativ nizolarni aytdik. Ikkinchisi to'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi ishlarda oldin jismoniy shaxslar to'lovga qobiliyatsizligi yo'q edi. Hozir qonunga jismoniy shaxslarning to'lovga qobiliyatsizligi kirgan o'sha toifadagi ishlar bo'ladigan bo'lsa ham lekin biz iqtisodiy sudlarda ko'ramiz. Yana bir tomoni arbitraj muhokamasi bilan bog'liq bo'lgan ishlarda ham ularda jismoniy shaxs qatnashishidan qat'iy nazar bu ishlar ham iqtisodiy sudlarda ko'riladi. Yana bittasi investitsiyaviy nizolarda ham investor sifatida chet elni fuqarosi yoki bo'lmasam fuqaroligi bo'lmagan shaxslar yoki bo'lmasam deylik fuqarolar ham investor sifatida ishtirok etishi mumkin. O'sha holatlarda ham bu ishlar to'lig'icha iqtisodiy sudlarda ko'rib chiqilishi, mutlaq iqtisodiy sudlarga taalluqli ekanligi qonunda belgilab qo'yilgan. Yana bir tomoni yakka tartibdagi tadbirkorlar agar yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo'qotgan taqdirda ham, agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ular nizo o'sha paytida kelib chiqadigan bo'lsa, bu ishlar ham iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Demak, mana shu jarayonda hozirgi sanab o'tilgan 9 ta toifadagi ishlar bevosita iqtisodiy sudlarga taalluqli bo'ladi. Endi iqtisodiy sudlarga sudlarni ya sudga tegishliligi deganda taalluqlilar degan nima farqi bor deydigan bo'lsak, endi bitta mana shu ko'riladigan ishlarimizni qaysi sudda ko'rish kerakligi, bu instans sud tizimidagi, bu masalan deylik tuman, shahar yoki bo'lmasam tumanlararo iqtisodiy sudlarda ko'riladimi yoki bo'lmasam deylik Toshkent shahar, viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudlarining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlar hay'atlarida ko'riladimi yoki bo'lmasam oliy sudda ko'riladimi? Mana shu sud tizimidagi qaysi sudga tegishli ekanligi sudlarga tegishlilikni anglatadi. Bu jarayonda mana iqtisodiy sudda hal qilinadigan nizolar ham belgilab qo'yilgan. Mana shunda misoliga sudga taalluqlilik masalasida sanab o'tilgan mana 14 ta turdagi ishlar bemasa iqtisodiy sudlarda ko'riladigan bo'lsa, yana taalluqlilik masalasini ko'rganimizdan keyin sudlarga tegishlikda birinchi navbatda yuqorida sanab o'tilgan iqtisodiy sudga taalluqli bo'lgan ishlarni hammasi, deyarli hammasi deylik, bu tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari tomonidan ko'rib hal qilinishi kerak. Lekin qonunda masalan iqtisodiy protsessual kodeksda quyidagi toifadagi ishlar bevosita birinchi instansiya sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlarida ko'rishligi belgilangan. Bu mana taraflardan biri O'zbekiston Respublikasining norezidenti, chet el shaxsi bo'lgan ishlar yoki bo'lmasa arbitraj muhokamasi bilan bog'liq bo'lgan ishlar, chet davlat sudlari va arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qarash to'g'risidagi ishlar bevosita mana shu yuqorida men aytgan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat hamda Toshkent shahar sudlarida ko'rilishi kerak. Bu iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlar hay'atlarida. Undan keyin davlat boshqaruvi organlari, hozir biz ijro etuvchi hokimiyat organlari deymiz, respublika, mahalliy davlat hokimiyatlari organlari o'rtasidagi iqtisodiy bitimlardan kelib chiqadigan ishlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan birinchi instansiya sifatida ko'rib chiqiladi. Undan tashqari investitsiyaviy nizolar bo'yicha yirik investorni raqobatga oid ishlar bo'yicha taraflarning xohishiga ko'ra bu toifadagi ishlar bevosita O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, qolgan investitsiyaviy nizolar bo'yicha investorlarning xohishlariga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari tomonidan ko'rib chiqilishi iqtisodiy protsessual kodeksda belgilab qo'yilgan. Lekin shunga qaramasdan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan alohida holatlarni e'tiborga olgan holda har qanday ish istalgan suddan olib qo'yib, uni birinchi instansiya sudda o'z ish yurituviga qabul qilishi mumkin ekanligi ham belgilangan. Endi bu ham masalan ba'zi bir holatlarda sudlarga tazyiqni oldini olish, sudda korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligi yoki bo'lmasam deylik ijro etuvchi hokimiyat, mahalliy hokimiyat organlarini nima deydi, ularni iltimoslari deymiz yoki bo'lmasam ularni tazyiqlarini oldini olish maqsadida ham Oliy sudga shunday vakolat berilgan deb aytishimiz mumkin. Endi sudlarga tegishlilikning umumiy qoidalari bu yuridik shaxslarga nisbatan da'volar ularni davlat ro'yxatdan o'tgan joydagi yoki joydagi sudga taqdim qilinishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Shundan tashqari yuridik shaxslarga nisbatan ular alohida bo'linmalari
faoliyat kelib chiqayotgan da'volar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha alohida bo'linmalar davlat ro'yxatidan o'tgan joyda ham bu ishlar ko'rib chiqilishi mumkin. Fuqarolarga nisbatan bo'lsa, da'volar ular yakka tartibli tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan joydagi sudga taqdim etilishi belgilab qo'yilgan. Endi yuqoridagi umumiy qoidalardan tashqari sudlovga tegishlilik quyidagi turlari mavjud. Birinchisi bu da'vogarni tanlovi bo'yicha sudlovga tegishlilik, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash to'g'risidagi ishlarni sudlovga tegishliligi, to'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi ishlarni sudlovga tegishliligi, alohida toifadagi ishlarni sudlovga tegishliligi hamda shartnoma bo'yicha sudlovga tegishlilik. Endi mana shu shartnoma bo'yicha sudlovga tegishli deganda taraflar o'zlarini tuzgan mahsulot yetkazib berish bo'ladimi, kontrakt shartnomasi bo'ladimi, pudrat shartnomasi bo'ladimi, boshqada bevosita qaysi sudda ularni ishni ko'rishi mumkin ekanligi, masalan tumanlararo sudlarda bu Toshkent shahar tumanlararo sudda ko'rishmi yoki bo'lmasam Buxoro shahar tumanlararo sudidami yoki bo'lmasam deylik O'zbekiston tumanlararo sudidami qayerda ko'rishni belgilashi mumkin, lekin bu iqtisodiy protsessual kodeksning qoidasidan, normasidan tashqariga chiqishi mumkin emas. Endi ishni bir suddan boshqa sudga o'tkazish holatlari ham bizada mavjud. Bu qaysi holatlarda ish boshqa sudga o'tkazilishi mumkin? Birinchi holat bu ish sudga tegishli qoidalarni buzgan holda qabul qilinganligi ishni shu sudda ko'rish chog'ida ma'lum bo'lib qolgan holat bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam bir yoki bir nechta sudya rad qilingandan keyin bu ishni mana shu sud tarkibida sudda ko'rish mumkin bo'lmaydigan holatlarda boshqa sudga o'tkazilishi mumkin. Bu to'g'risida ajrim qabul qilinadi hamda u masalan deylik boshqa sudga yuborgandan keyin sudlar o'rtasida nima deydi, nizolarga yo'l qo'yilmaydi sudlovga tegishlilik masalalari bo'yicha. E'tiboringiz uchun rahmat.